Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar kanalimga. Judayam mazali taom pishirdim. Teftellarni qovurib olaman. Sopga azroq pripravka solib, damlab, pyureni ustiga solib, judayam mazali narsa bo'ladi. Shirinli bananlarni ezib olamiz, sedanalarni solib, azroq qovurib, solib, aralashtirib, listga shunaqa ko'rinishda qilib chiqamiz. O'rtasini sal chuqurcha qilamiz. Duxovkaga sovuramiz 10 minutga. Va bu yoqda shokolad bilan margarin aralashtirib ustiga sovuramiz. Judayam yeyishli narsa bo'ladi. Ustiga xohishga qarab bezatamiz. Va keyingisi salat, piyozlarni to'g'raymiz, chesnok, bodringlarni kalson qilamiz. Azroq yog'ni qizdirib olib solamiz. Pripravkalar aralashtirib, bodringni ham solib aralashtiramiz. Va keyin salatimizni ovqatlar bilan yeyish, zo'r narsa, judayam mazali. Sizlarga yoqadigan umiddaman. Tayyorlab ko'ringlar. Hammaga xushnud. Yoqdi, maza qilib yeyishdi. Va keyingisi lola somsa. Qirg'ichdan chiqarib olamiz margarinni, un bilan uqalab, ozgina smetana, bitta tuxum, tuz, soda solib xamir qilamiz va azroq qolib qo'yamiz. Kartoshkani qirg'ichdan chiqazamiz, piyoz, qiyma, pripravkalar hammasini solib, shunaqa ko'rinishda qilib olamiz. Xamirimizni yoyib, shunaqa ko'rinishda tugamiz. Lola shaklida azroq chetini to'g'irlab, mana shunaqa chetlarini qilib, sedana, kunjut, tuxumdan surib, gazga tiqib olamiz. Judayam chiroyli narsa bo'ldi, ko'rdinglarmi?